Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun kanalimizda Hoji Akbar Isayev kanallari mehmon. Xo'p, kanalni ko'rsatib o'taman sizlarga. Kanallar yaxshi statistikalari oyiga 8 million prosmotr, lekin pul ishlashim o'chib qolgan do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, pul ishlashim o'chib qolgan. Sabab nima desanglar, pul ishlashim o'chib qolishiga sabab pin kod kelmasligi bo'lgan. Mana. Pin kod kelmagani uchun pul ishlash tizimlari do'stlar o'chib qolgan. Lekin kanal yaxshi pul ishlagan. Qaranglar 200 yevro puli bor, lekin yechib bo'lmaydi. Sabab nima? Pin kod kelmagan do'stlar. Mana shunaqa agar pin kod kelmayotgan bo'lsa do'stlar, sразу bizga aloqaga chiqsanglar, monetizatsiyalarda uzmasdan pin kod chaqirib beramiz. Masalan, hozir monetizatsiya uzilib qolgan-ku. Endi 1 oymi, 2 oymi, 3 oymi qachon pin kod kelsa, keyin pul ishlashim ulanadi kanal. Mana shu taraf yomon. 1 oy jo'natinglar, o'sha pin kod kelmayapti, masalan, tavsiya qilardim, yo qayta pin kod jo'natishdi yoki bo'lmasa bizga aloqaga chiqishdi. Ikkita variant bor. Qayta jo'natsanglar, monetizatsiya uzilib qolmaydi. Masalan, bu kanal qayta jo'natmagan, masalan, yuraverganlar shuni hisobiga pul ishlashim o'chib qolgan do'stlar. Masalan, Severayman qarasanglar, mana 200 yevro pul ishlangan, bu qachon o'chgan? May oyida o'chgan. Hozir iyul uje 1 oydan o'tib ketyapti, ko'rasan? Shuni hisobiga monetizatsiya o'chib qolyapti. Pin kod kelmayapti do'stlar, ikkita yo'li bor. Birinchi yo'li tinmay qayta va qayta pin kod jo'natish, ya'ni qayta jo'natish degan har 22 kunda qayta pin kod jo'natish kerak. Ikkinchi yo'li bizga aloqaga chiqsanglar, biz u o'rinlarga shu ishni o'zimiz qilib beramiz yoki o'zimiz manzilga chaqiramiz, tezroq keladi. Lekin tezroq keladi deganda ham do'stlar kanalga ham bog'liq. Agar kanal YouTube siyosatini buzsa, pin kod kelmaydi. Pin kod kelmasa ham monetizatsiya uzilmaydi, harakat qilamiz uzmaslikka. Через support bo'lsa ham hal qilib beramiz do'stlar. Umumiy holatda shunaqa. Yordam kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Telegramda yozaverasizlar do'stlar. Salomat bo'linglar. 99 791 32 32 nomerimiz.